Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 10-avgustdan boshlab pensiya oladigan fuqarolar uchun ayrim tartiblar oldingidek bo'lmaydi. Bu gap faqat yangi pensiyaga chiqayotganlarga emas. Allaqachon pensiya olayotgan otaxon onaxonlarga, nogironlik pensiya oluvchilarga, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga va ularning farzandlariga ham tegishli. Agar hujjatlarda xato bo'lsa, bank kartasi, yashash manzili, ishonchnoma yoki shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasa, pulni vaqtida olishda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nimaga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa bemalol bo'lishi mumkin? Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'plab oilalarga kerak bo'ladi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta muammo ko'pincha pensiya miqdorining o'zi emas, balki hujjatlar va ma'lumotlarning bir-biriga mos kelmasligidir. Masalan, fuqaroning pasportidagi ism sharifi bir xil, lekin bankdagi ma'lumotda bitta harf xato yozilgan bo'ladi. Yoki odam boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin pensiya jamg'armasi bazasida hali eski manzil turadi. Yoki pensiya bank kartasiga tushadi, lekin karta muddati tugagan, egasi esa buni bilmaydi. Mana shunday holatlar 10-avgustdan keyin yanada jiddiyroq tekshirilishi mumkin. Avval ko'p joylarda ish ko'raveramiz, keyin tuzatamiz. Oylik tushaversin degan tartibda ketgan. Ya'ni hujjatda kichik xato bo'lsa ham odam pensiyasini olib yurgan. Ba'zan ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa ham qarindoshlar har oy olib kelib beramiz deb yurishgan. Ba'zan odam chet elga ketgan, lekin pensiya hali ham eski tartibda yuravergan. Endi esa davlat tizimlari, banklar, soliq, fadiyya, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa elektron bazalar o'zaro solishtirilayotgani sababli bunday nomuvofiqliklar tezroq ko'rinadi. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, siz oldindan tayyor bo'lsangiz, muammo bo'lmaydi. Lekin men yillar davomida shu tarzda olib kelganman. Endi ham shunday bo'ladi deb beparvo yurish xato. Chunki tartiblar elektronlashgani sari har bir ma'lumot aniq bo'lishi talab qilinadi. Avval pensiyani olishning asosiy yo'llari oddiy edi. Kimdir naqd pul ko'rinishida olardi, kimdir bank kartasiga olardi, kimdir ishonchnoma orqali farzandi yoki qarindoshi yordamida olardi. Mahalliy bo'limlar ko'p narsani qo'lda tekshirardi. Fuqaro kelib ariza yozardi, hujjat topshirardi, xodimlar esa ma'lumotlarni ko'rib ishni yuritardi. Endi esa asosiy urg'u shaxsni aniq identifikatsiya qilishga, bank hisobining aynan pensiya oluvchiga tegishli ekanini tasdiqlashga, hujjatlarning amal qilish muddatiga va ma'lumotlarning bazalarda mos kelishiga qaratiladi. Bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytganda, pensiya puli kimga tayinlangan bo'lsa, o'sha odamning o'ziga yoki qonuniy vakiliga to'lanishi kerak. Bank kartasi ham, telefon raqami ham, ariza ham, ishonchnoma ham tartibda bo'lishi kerak. Misol uchun, ertaga 2 yoshli otaxon pensiyasini o'g'lining kartasiga oldirib yurgan bo'lishi mumkin. Avval bank xodimi yoki mahalliy idora bunga ko'z yumgan bo'lsa, endi bunday holat savol tug'diradi. Chunki pensiya to'lovi pensiya oluvchining o'z hisobiga tushishi kerak. Agar otaxon yurishga qiynalsa, unda qonuniy tartibda ishonchnoma rasmiylashtiriladi yoki xizmat ko'rsatish tartibi bo'yicha murojaat qilinadi. Shunchaki o'g'limniki bo'lsa ham baribir o'zim olaman degan tushuntirish hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Yana bir misol. Ayol kishi erining vafotidan keyin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini bolalari nomidan olib yuradi. Bolalardan biri 18 yoshga to'lgan, lekin o'qishini tasdiqlovchi ma'lumot vaqtida topshirilmagan. Avval 1-2 oy kechikib ham davom etgan bo'lishi mumkin. Endi esa baza orqali bolaning yoshi, o'qish holati, hujjat muddati tekshiriladi. Agar ma'lumot tasdiqlanmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu pulingizni butunlay olib qo'yishadi degan emas, lekin hujjat topshirilmaguncha kechikish bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya oluvchi har bir fuqaro o'zining shaxsiy ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Men doim aytaman, pensiya masalasida bitta harf ham ahamiyatli. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR, pasport yoki ID karta raqami, yashash manzili, telefon raqami. Bank karta rekvizitlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, hujjatda Abdullayeva deb yozilgan, bankda Abdullayeva deb kiritilgan bo'lsa, ayrim tizimlar buni boshqa shaxs sifatida ko'rishi mumkin. Yoki eski pasport seriyasi bilan pensiya ishi ochilgan, keyin ID karta olingan,
lekin yangi ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, to'lovda kechikish ehtimoli bor. Ayniqsa qishloq joylarda ko'p uchraydigan holat. Odam ID karta oladi. Lekin pensiya bo'limiga bu haqda xabar bermaydi. Axir davlatning o'zi biladi-ku deb o'ylaydi. Ha, elektron tizimlar ko'p narsani ko'radi, lekin amaliyotda ma'lumot yangilanishi kechikishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz tekshirtirganingiz yaxshi. Ikkinchi muhim masala bank kartasi. Agar pensiya kartaga tushsa, karta muddati tugamagan bo'lishi kerak. Karta bloqlanmagan bo'lishi kerak. Kartani yo'qotgan bo'lsangiz, darhol bankka boring. Yangi karta ochilgan bo'lsa, pensiya tushadigan hisob raqami o'zgarmaganini aniqlang. Ba'zi banklarda karta yangilansa ham hisob raqami saqlanadi, ba'zida esa yangi rekvizit kerak bo'lishi mumkin. Buni bankdan yozma yoki aniq og'zaki tasdiq qilib oling. Masalan, pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartaning muddati iyulda tugagan, lekin u avgustda pul tushmaganini ko'rib xavotirga tushadi. Aslida pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin. Faqat karta faol emasligi sabab puldan foydalana olmaydi. Agar u oldindan bankka borib kartani yangilaganida muammo bo'lmasdi. Uchinchi masala ishonchnoma. Ko'p otaxon, onaxonlar pensiyasini farzandi, kelini, nabirasi orqali oladi. Bu hayotiy holat. Chunki hamma ham bankka yoki idoraga borishga qodir emas. Lekin ishonchnomaning muddati, notarial tartibi va unda yozilgan vakolatlar aniq bo'lishi kerak. Pensiyani olish, bank hisobini boshqarish, ariza topshirish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar alohida ko'rsatilgan bo'lsa yaxshi. Faqat umumiy so'zlar bilan yozilgan ishonchnoma ayrim joylarda yetarli bo'lmay qolishi mumkin. 4-masala nogironlik pensiyasi va nafaqalariga tegishli. Agar pensiya nogironlik asosida tayinlangan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati juda muhim. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Qayta ko'rik muddati 15 avgustda tugaydi. U esa hali vaqt bor deb yurib, hujjatlarni sentabrgacha cho'zadi. Natijada avgust oxiri yoki sentabr to'lovida muammo chiqishi mumkin. 5-masala ishlayotgan pensionerlarga tegishli. Ayrim fuqarolar pensiya yoshiga yetganidan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu qonuniy holat. Lekin ish joyi, ish haqi, mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bazasidagi ma'lumotlar pensiya hisob kitoblariga ta'sir qilishi mumkin. Kimdir men ishlayapman, demak pensiyamni kamaytirishadi deb qo'rqadi. Har doim ham bunday emas. Lekin qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, ish beruvchidan ma'lumotnoma olishga to'g'ri keladi. Eng muhimi, yashirin ishlash yoki hujjatsiz daromad keyinchalik pensiya huquqlarini isbotlashda qiyinchilik tug'diradi. Men aniq aytaman. Agar sizning ID kartangiz yangilangan, bank kartangiz faol, pensiya o'z nomingizdagi hisobga tushayotgan, yashash manzilingiz to'g'ri, ishonchnomangiz tartibda va hech qanday muddati tugagan hujjatingiz bo'lmasa, katta xavotirga o'rin yo'q. Siz faqat nazorat uchun ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ying. Lekin quyidagi holatlarda albatta harakat qilish kerak. Agar pensiyangiz boshqa odamning kartasiga tushayotgan bo'lsa, buni to'g'rilang. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, bankka boring. Agar pasportingiz ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, pensiya ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshiring. Agar boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, yashash manzili bo'yicha ma'lumotni aniqlashtiring. Agar ishonchnoma orqali pensiya olayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddati va matnini tekshiring. Agar nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, bolalarning yoshi va o'qish hujjatlari tartibda bo'lsin. Hayotiy misol keltiraman. Bir onaxon oyiga 9.000 so'm pensiya oladi. U qizining uyida yashaydi, ro'yxatda esa eski uyda turadi. Bank kartasi ham eski telefon raqamiga ulangan. SMS-lari kelmaydi. Karta bilan bog'liq muammo bo'lsa, xabarni bilmaydi. Bir kuni pensiya tushmay qolsa, u darhol pensiyani bekor qilishdi deb o'ylaydi. Aslida esa bank kartasi xavfsizlik sabab vaqtincha bloklangan bo'lishi mumkin. Agar telefon raqami yangilanganida, manzil to'g'rilanganida va karta tekshirilganida bunday sarsonlik bo'lmasdi. Yana bir misol. 19 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kollej yoki universitetda o'qishini davom ettiradi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirmaydi.
Tizimda uning o'yin bekizi yoshdan oshgani ko'rinadi, lekin kunduzgi o'qishda ekani tasdiqlanmagan bo'ladi. Natijada to'lov to'xtashi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, masala qayta ko'rib chiqiladi, lekin vaqt yo'qotiladi. Demak, bunday oilalar har o'quv yilida o'qish hujjatini oldindan tayyorlab qo'yishi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchisi, pensiya to'xtab qolsa, bu har doim bekor qilindi degani emas. Ko'pincha to'lov vaqtincha ushlab turiladi. Chunki tizimda hujjat, karta yoki ma'lumot bo'yicha savol paydo bo'ladi. Siz vahima qilmasdan sababni aniqlashingiz kerak. Ikkinchisi, ortiqcha to'lov masalasi. Agar fuqaro o'z vaqtida ma'lumot bermagan bo'lsa va shu sababli unga ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin bu pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, pensiya oluvchi vafot etgan, lekin qarindoshlar bu haqda xabar bermagan va karta orqali pul yechishda davom etgan. Bu juda jiddiy masala. Bunday pulni baribir oila ehtiyoji uchun ishlatdik deb oqlab bo'lmaydi. Pensiya shaxsga tayinlanadi. Shaxs vafot etgandan keyin to'lov bo'yicha alohida tartiblar bor. Shuning uchun vafot holati, chet elga doimiy ketish, o'qishning to'xtashi, nogironlik muddati tugash kabi o'zgarishlar vaqtida xabar qilinishi kerak. Uchinchisi, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. O'yinbekos avgust kabi sanalar atrofida turli yolg'on xabarlar tarqaladi. Kimdir telefon qilib, pensiyangiz to'xtamasligi uchun SMS kodini ayting deydi. Kimdir kartangizni yangilab beraman deb karta raqami, amal qilish muddati va kod so'raydi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bo'limga boring. To'rtinchisi, qarindoshlar ko'pincha otam, onam yura olmaydi. Shuning uchun hammasini men qilaman deydi. Bu tushunarli. Lekin hujjat qonuniy bo'lishi kerak. Agar ota-onangiz imzo qo'ya olmasa, notarius, vakolatli tartib, tibbiy holatni tasdiqlovchi hujjatlar orqali masala hal qilinadi. Oddiy qog'ozga yozilgan, men o'g'limga ruxsat beraman degan yozuv hamma holatda yetarli bo'lmaydi. Beshinchisi, pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlar. Agar sizda ilgari hisobga olinmagan ish staj bo'lsa, arxiv hujjati topilgan bo'lsa, ish haqi haqidagi ma'lumot aniqlangan bo'lsa, qayta hisoblash uchun murojaat qilishingiz mumkin. Lekin bunda ham hujjatlarning rasmiyligi muhim. Men falon joyda ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli emas. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi bo'yicha hujjat, buyruq nusxasi yoki boshqa tasdiqlovchi dalillar kerak bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, JSHSH ma'lumoti, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid hujjatlar, bank kartasi, bank hisob raqami, telefon raqamingiz, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi. Nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati, bu o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish ma'lumotnomalarini tayyorlang. Ikkinchi qadam, bankka murojaat qiling. Kartangiz faolmi? Muddati qachon tugaydi? Pensiya tushadigan hisob aynan sizning nomingizdami? Telefon raqamingiz to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Shularni tekshiring. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, oldindan yangilang. Karta yo'qolgan bo'lsa, bloklatib yangisini oling. Agar siz kartadan foydalanishni bilmasangiz, ishonchli farzandingiz bilan boring, lekin PIN kodni hech kimga aytmang. PIN kod hatto qarindoshga ham berilmasligi kerak. Chunki keyin pul yechilsa, isbotlash qiyin bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Mening pensiya to'lovim bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarim to'g'riligini tekshirib berishingizni so'rayman deb ayting. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, yangi manzilni ko'rsating. Agar ID karta yangilangan bo'lsa, yangi hujjat ma'lumotlarini kiritish kerakligini so'rang. Agar pensiya boshqa tuman orqali yuritilayotgan bo'lsa, ko'chirish tartibini aniqlang. To'rtinchi qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar siz ota-onangiz pensiyasini olib berayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddati tugamaganini ko'ring. Unda aynan pensiya olish va bank amaliyotlarini bajarish vakolati yozilgan bo'lsin. Muddati tugashiga 1 oy qolganida yangilashga harakat qiling. Oxirgi kunga qoldirsangiz, bayram, dam olish kuni navbat yoki sog'liq sabab kechikish bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar to'lov kechiksa, darhol vahima qilmang. Lekin jim ham o'tirmang. Avval bankdan pul kelgan-kelmaganini aniqlang. Bank
pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi hisoblangan desa, demak muammo bank tomonida bo'lishi mumkin. Har bir murojaatda sanani yozib qo'ying. Kim bilan gaplashganingizni eslab qoling. İmkon bo'lsa, yozma ariza bering va qabul qilinganligi haqida belgi oldiring. Arizada juda murakkab gap yozish shart emas. Masalan, men falonchi pensiya oluvchiman. 18 avgustdan keyingi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirishni, pensiya to'lovi kechikayotgan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirishni so'rayman. Shu kabi sodda ariza yetarli bo'ladi. Muhimi ariza rasmiy qabul qilinsin. 6-qadam. Agar sizda qo'shimcha ish staji yoki ilgari hisobga olinmagan hujjatlar bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivda bo'lishi mumkin. Ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, ish haqi ma'lumotlari topilsa, pensiyani qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu darhol katta pul qo'shiladi degani emas, lekin tekshirtirishga arziydi. Ba'zan odam 5 yil ish stajini isbotlay olmay yurgan bo'ladi. Hujjat topilgach, pensiya miqdori oshishi mumkin. 7-qadam. Oilada bitta odamni mas'ul qiling. Ayniqsa, keksa ota-onasi bor oilalarda hujjatlar tarqoq bo'lmasin. Bir farzand bank kartasi muddatini, ishonchnomani, tibbiy ko'rik sanasini, o'qish ma'lumotnomasini nazorat qilsin. Chunki pensiya har oy keladigan pul, u dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar uchun kerak. Bitta hujjatdagi e'tiborsizlik butun oilani bir oy sarson qilishi mumkin. Demak, aziz tomoshabinlar, 10 avgustdan keyin asosiy talab shuki, pensiya oluvchining hujjatlari, bank ma'lumotlari, manzili, ishonchnomasi va huquqni tasdiqlovchi hujjatlari tartibda bo'lishi kerak. Oldingidek, keyin to'g'rilaymiz deb yurish xavfli. Kimda hammasi joyida bo'lsa, xavotir yo'q. Kimda karta, pasport, manzil, ishonchnoma, nogironlik muddati yoki o'qish ma'lumotnomasi bo'yicha muammo bo'lsa, hozirroq harakat qilsin. Men sizlarga tavsiyamni aniq aytdim. Hujjatlarni yig'ing, bankni tekshiring. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. SMS kodini hech kimga bermang. Shunda pensiya to'lovlarida ortiqcha kechikish va sarsonlikning oldini olasiz. Agar sizda ham pensiya bilan bog'liq savol, kechikish yoki hujjat muammosi bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensiya oluvchi oilaga kerak bo'lishi mumkin.